Bugun mana 31-may bahor faslining oxirgi kuni To'g'ri kanali jo'jaxonasidagi sotuvdagi jo'jalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Hamma jo'jalarimizning narxini iloji boricha tushirib qo'yganmiz. 20 kunlik jo'jalarimiz ham bor. Bu yoqda mana go'shti qizil bo'ladigan koreyskiy xanxab zotli yiliga 300 dan 350 gacha tuxum qo'yadi. Jo'jalar 10 kundan oshgan, salkam 2 haftalik svetlarini ham o'chirib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Kunlar ancha isib ketdi, bemalol boqmasanglar bo'ladi. Oldingi partiyani 35 mingdan tugatgan edik. Hozir bular 30 mingdan chiqyapti. Yangi partiyamiz koreyskiy xanxab zotli. Bu yoqda jersigan zotli jo'jalarimiz bor. Hozir ko'rsatib o'taman. 13-may kuni chiqqan salkam 20 kunlik jo'jalar. Jersigan zotli ancha katta bo'lib qolgan. 13-may kuni chiqqan salkam 20 kunlik hammasiga vaksina qilingan. Ular narxini 33 mingdan beramiz. Ancha katta bo'lib qoldi jo'jalarimiz. Bu yoqda 28 mingdan 10 kunlik jersi gigantlarimiz. Ota-onasi bitta hamma jo'jalarimizdan, ya'ni jersi gigantlarni ota-onasining videosini qo'yib ketamiz. Mana bu yoqda 10 kunliklari 28 mingdan yaxshi narxda chiqazamiz. Bu yoqda 25 mingdan 3 kunliklari bor. 3 kunlik jersi gigantlar narxi 25 mingdan. Hop mana bu yoqda 13 mingdan gibridlarimiz bor. Qora shahzoda zotiga Astrolog va sertuxumlaman senli to'g'rilari qo'shilgan 60 dedi. 30 tasini hozir mana bu yoqda dastavkaga tayyorlab qo'yganmiz. Dastavkaga chiqib ketadi. 30 tasi bor, o'zgarib qolinglar. 13 mingdan gibridli. Salkam 20 kunlik jersiganlar 33 mingdan, bu yoqda 10 kunliklari 28 mingdan. Va bu yoqda koreyskiy xanxab 30 mingdan 2 haftaliklari. Bemalol aloqaga chiqasiz, O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beramiz. Videoni paranjish hozir videoni qo'yinglar, xayr sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.